Hurmatli vatandoshlar, agar tegach xarid qilmoqchi bo'lsangiz u qanday tegach xarid qilishni bilmayotgan bo'lsangiz, sizlar uchun albatta KAMAZ kompaniyasi tomonidan taqdim etilgan M1946 modelini tavsiya etaman. Nima desa bo'ladi? Eng zamonaviy to'g'ri 2 shassiga ega bo'lgan podushkali versiya bo'ladi, avtomat korobkali 12 pog'onalik. Bunda 482 ot kuchiga ega dizelli motor o'rnatilgan. Motor Euro 5 standartlariga 100% javob beradi. Demak, 1.10 dan 3 tonnalik ikkita bak o'rnatilgan. Umumiy hajmi demak 1 tonna 300 bo'ladi. Tormoznoy sistemalari barchasi eng zamonaviy. Salon qismiga keladigan bo'lsak, salon qismi juda ham zo'r, ikkita yotoqdan iborat. Xullas, barcha qulayliklarni o'z ichiga olgan. Ancha muncha tegachlarga to'g'risini aytsam dam beradigan tegach bo'ladi. Narxi esa 941 million 920 ming so'm bilan hozirgi kunda xarid qilsangiz bo'ladi. Barchangizni kutib qolamiz. Ma'lumotlar kerak bo'lsa, batafsilroq pastda ko'rsatilgan raqamlarga aloqaga chiqsangiz bo'ladi.